Aldarol baganidagi ishimiz deyarli 90% tayyor. Tepli pollarni to'shashimiz qoldi. Ozgina chaqochiq ishlari bor. Kollektorlarga tepli pol trubalar ulanadi. Rashpaklar ulash kerak. Tok kabellarni to'g'rilaymiz. Stabilizator Watson 30 talik kotyolni qo'ydik. Reduktor, gaz filtr hammasi joy-joyida. Groovy filtrlar qo'yilgan, sistema безопасность. Kirib kelish podpitka suvlariga ham qo'yilgan. Water Pro kollektorlari, termogolovka 25 ga 6 nasosdan qo'yganmiz, 3 ta kontur qilib. Tepli pol gradusini boshqarish uchun pogrужной termostat ekspert. Uydan kirib kelishga glavniy kran qo'yilgan. Qo'shimcha komfort berish uchun tashqariga chiqilmaydi. Shuni o'zidan o'chirib, uydan ishga qilinadi. Rashpak 36 talik qo'yganmiz, sistemamizga ko'proq suv ketadi. Chunki ikkita konturli radiatorlarimiz bor. Bundan tashqari tepli polimiz 140 kvadrat. Hisob kitob olinib 36 litrlik rashpak qo'ydik. Avtosvrosnik 3 pardozi davleniyani ishlaydi, ortiqchasini chiqazaveradi. Soldatchik, воздухотводчик sistemada havo chiqazaverishni ta'minlaydi. Manometr. Kotyolda o'zida ham manometr bor. Tagidan qaragandan ko'ra bu udobniy.